Jamshid aka, yosh bolaga o'xshab turishingizga qarang, suvda isrof qilyapti. Nima bu ahvol? Aka, bu rasxotu mayli, lekin distilyator apparat qilayotgan rasxotni eshitib tomim ketib qoldi. Sizni tomingiz ketmasin, tomingiz joyida tursin. Hozir sizga nafaqat O'zbekistonda, balki butun Esingida suv tejash bo'yicha yangi texnologiya haqida tushuntirib o'taman. Jamshid aka, bu ko'rib turganingiz yangi avlod distilyatori. Bu distillangan suv olishda isrof qilinadigan suvni 100% gacha tejab beradi. Kimlar ishlatadi buni aka? Bu apparatni distillangan suvga ehtiyoji bo'lgan barcha ishlab chiqarish korxonalari va shu jumladan barcha tibbiyot xodimlariga hozirgi kunda kerak bo'ladigan eng ekonom variantdagi distilyator apparati hisoblanadi. Buni afzalliklari elektr xarajatini 2 barobargacha tejab beradi va 1 soatda 15 litrgacha distillangan suv ishlab chiqaradi va ishlab chiqarishda sovutish uchun isrof qilinadigan suvni 100% gacha tejab beradi. Abduvohid aka, hozir aytayotgan gaplaringiz rost bo'lsa, bu apparat juda ham kerakli ekanda. Jamshid aka, bu kerak emas, hozirgi kunda zarur bo'lgan distilyator apparati hisoblanadi. Apparat bo'yicha kimga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing va bu videoni tibbiyot sohasida ishlaydigan va distillangan suvga ehtiyoji bo'lgan barcha do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, o'zlari ko'rib, bilib olishadi.